Namanganda bitta bir oyda bitta universitetda 6-7 ta konferensiya bo'lsa, albatta Balıkesir'in ham logotipi bo'lsin o'sha yerda. Balıkesir'ning rektori so'zga chiqsin onlayn shaklda. Balıkesir'ning rektor yardımcısı borsin u yerga. Shularning hammasi bizning uchun bir hayal gibi edi. Bir O'zbekistondan bir tadqiqotchining kelib, bir o'qituvchining kelib, Turkiyada universitetimizda bir Scopus maqolani bir bizning domlalar bilan birga yozishni, birga chop qilishni xohlaydik, biroq bir hayal gibi. Hozir shu hayalning amalga oshirishni ko'rganda xursandmiz.